Sizlar Joko's Minecraft kanalidasiz. Albatta meni sog'inib qolinglar. Mana seni sog'indim ancha. To'g'ri maktab bo'lib ketib qoldi. Shuning uchun bugun biz oddiy Minecraftda server ochib ko'ramiz. Bo'lsa ketdi. Bosh. Kuchum ko'p. Like obuna давай. İşte qishloq obuna давай like va obuna ketdi. Dedim qishloq bor. Xo'sh, keyingi qishlog'imizni ko'rib o'tamiz. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz sizlar? Bunam legendaniy nom. 999 legendaniy. Nom xo'sh, mana 999 bu yog'imizga qaraymiz desam, ko'ringlar mana. Bu yerda albatta kichkina qishloq. Mana shu qishloqni men yaxshi ko'raman. Bitta serverda o'ynaganman ko'p. Avvallar o'ynaganman-da ko'p. Xo'sh, ketdi. Buning bug bo'ldimi? Xo'sh do'stlar, agar siz like obuna bosdinglar, bo'lsa men fotodrop qilaman. Ishonmaysanmi? Hozir kiraman. Bismillah. Yo, bu qishloq emas, boshqa narsadan ham bo'ladi. 3 ta. 3tasini ko'rsataman, xo'p. Keyingisi. Nimani yozibdi shuni? B. Legendaniy bilan teg olamiz. Va nima chiqadi bizga? 3KB. Mana 2 ta chiqadi. Ikkilasi birga birlashmoqchi bo'lgan ekan, birlashmagan. Ya birlashganmi bilmayman. Xo'sh, setlarman shunday topdim, o'zim topdim. Albatta, mana ichida bu piramida deymiz biz. Piramida. Mana shunday narsa. Mana shuni olmoq chiqadi üstelik. Qo'yinglar. Mana shuni temir va oltin chiqsa, like obuna bo'lsa. Temir va oltin. Temir chiqdi, like obuna qo'yinglar. Like ham obuna ham bosib qo'yinglar. Xo'sh, ko'ringlar, keyin bo'lmasam serverga o'tamiz. Xo'sh, bo'lmasam YouTube. Yo'qmi, to'g'rimi? Siz like bosmanglar desanglar. Kutib topammi? Bosinglar. Ketdim olmasam.